Assalomu alaykum hammaga. Bugun CSS'dan 11 darsimizni ko'ramiz. Hop, bugungi mavzu position mavzusi. Hop, bugungi mavzu tushunishimiz uchun bizga kart kerak bo'ladi. Ichiga rasm qo'yamiz. Image teoriya bitta rasm olaman. Qo'yamiz. Hop, rasm pastidan deylik H2 bilan Nuriy 5 va I va bitta button. Hop, kartga endi ozgina CSSdan stil berib olaman. O'rtaga turishini xohladim. 20 piksel avto. Border piksel solid. Hop, padding piksel. Width o'lcham 300 piksel. Undan keyin ichidagi rasmni, imijni, yuzini 100% qilib qo'yamiz va natijani ko'ramiz. Kartamiz tayyor. Endi bugungi mavzu position mavzusi. Positionda kontentlar faqat hozirda har bittasi o'z o'rniga ega edi. Mana rasm qo'ysam, rasmdan keyingi yozuv, yozuvdan keyingi yana yozuv, undan keyin button. Har bittasini o'zini o'rni bor edi. Endi position absolute degan narsa ishlatamiz hozir. Position absolute'da kontent o'z o'rnidan yulib olinadi va boshqa kontentlar ustiga suzib yurishi mumkin. Misol uchun, mana shu kontent olinib, rasmni ustiga qo'yilishi mumkin. Yoki mana bu kontent rasm ustiga qo'yilishi mumkin. Hozir biz endi skidga yoki chegirma degan narsani mana burchakka chiqarib qo'yamiz. Buning uchun hop, rasm tepasidan bitta kontent yaratib olamiz deylik. Degan div yozdim. Divni ichiga yozuv yozaman. Deylik. Mana o'sha yozuv. Endi bunga stil beramiz. Easy bo'lsin 100 piksel. Padding bo'lsin ozgina 5 piksel. O'rtaga tursin. Text align center ko'ramiz. Rang beramiz. Background color red. Mana shu narsani mana burchakka keltirib qo'yishim kerak. Ozgina chiroyli bo'lishi uchun color white font family sans serif font size ozgina kattalashtirsak bo'ladi hozircha. Xuddi shu narsani mana burchakka keltirib qo'yishni xohlayman. Buning uchun yangi mavzu, demak position absolute. Mana position absolute bo'ldi. Bu sale degan content o'z o'rnini yo'qotdi va kontentlar ustiga chiqib qoldi. Rasmni ustiga chiqib qoldi. Endi buni mana burchakka keltirmoqchiman. Hop, buning uchun top, left, right, bottom degan qiymatlar bor. To'rttala qiymat bor. Lekin faqat bittasi yo'q, faqat ikkitasini ishlatsa ham yetadi. Misol uchun men demoqchiman, tepadan 10 piksel va o'ng tarafdan
o'n piksel, 20 piksel olsin dedim. Tepadan 10 piksel, o'ng tarafda 20 piksel oldi, lekin butun ekran bo'ylab bu koordinatalar hisobladi. Ammo faqat mana shu narsa kartni ichida hisoblanishini xohlasam, buning uchun buni otasiga Divsaleni otasi kartga bo'ysunishi uchun, koordinatalarni otasidan olishi uchun uning otasiga kartni o'ziga position relative degan kodni qo'shib qo'yishim kerak. Position relative. Ana endi position absolute bo'lgan sale kontenti butun oyna bo'ylab top left koordinatalarni emas, faqat otasiga nisbat qilib olaman. Endi otasidan 10 piksel tepadan va o'ngdan 20 piksel otasidan hisoblab oldi koordinatalar. Agar position relative berilmasa otasiga, bu narsa otaga bo'ysunmaydi va butun ekrandan koordinatalarni top leftlarni oladi. Demak, hozir bizga left kerak emas. Agar men chapga qo'ymoqchi bo'lganimda left ishlatardim, pastdan qo'ymoqchi bo'lganimda bottom ishlatardim. Bottom ishlatardim. Hop, bu burchakka qo'ydik. Ozgina chiqib turishini xohlasam, demak, -20 beramiz. Mana. Xo'sh, deylik -30 bo'la qolsin. Mana. Demak, ma'lum bir kontent ustiga boshqa kontent chiqarish bu position absolute bilan qilinadi ekan. Agar bu kontent hozir bularning ustiga chiqib oldi. Agar orqasiga o'tishini xohlasam, buning uchun endi Z o'qi bo'yicha ustma-ust turgan kontentlarni joylashtirish bo'yicha Z index degan narsa bor. Z index 0 qilib ko'ramiz. 0 demak o'zgarmadi. -1 bersam orqasiga o'tib oldi. Rasmni orqasiga o'tib oldi. Agar 1 bersam ustiga chiqib oladi. 1 bersam ustiga chiqadi. Agar 2 bersam, boshqa kontentga 2 bersam, u kontent buni ustiga chiqib oladi. Demak, Z indeks bu ustma-ust turgan kontentlarning joylashuvini tushuntirishimiz mumkin bu bilan. Endi bu position absolute mavzusi edi. Ana endi o'rganishimiz kerak bo'lgan fixed position fixed degan narsa bor. Buning uchun fixed degan tag ochib olaman. O'zi aslida ixtiyoriy ochsa bo'ladi, lekin fixed degan klassik tag ochib olaman. Endi buni ozgina stil beraman. Xo'sh, fixed vizi 100 piksel, height 100 piksel. Xo'sh, background color green, border desam 2 piksel, solid. Mana. Xo'sh, borderni oq qilib qo'ysak bo'lmaydi. Mayli, hozircha yashillikcha tursin. Endi buni borderlarni o'zgartiramiz. Border radius 50% desam dumaloq bo'lib qoladi, lekin mana bu pastdagi burchagi, o'ng tomon pastdagi burchagi ochiq qolishini xohlayman. Border radius bottom right. Buni 0 qilib qo'yaman. Mana men xohlagan narsa bo'ldi. Endi buni o'ng tomon burchakka keltirib qo'ymoqchiman. Bunda ham top left degan narsalar ishlaydi. Deylik, xo'sh, o'ng tomonga o'tkazmoqchi bo'lsam right 30 piksel. Xo'sh, right 30 piksel. Right 30 piksel. Bottom 30 piksel. Ishlamayapti chunki bunga position fixed degan hali qiymat bermadim. Demak, mana bu joydan position fixed. Mana. Endi bu nima qiladi? Position absolute bilan buni farqi bu butun oynaga, bitta oynaga qotirib qo'yiladi. Bir joyda qotib turadi va
o'zgarmaydi. Undan keyingi Loren ming berib yuborsam, endi mishgan ko'taraman. Ha, demak, oynani bir joyda qotib turadi. Fixed bu. Bu oyna saytlarga kirganda operator bilan bog'lanish uchun ishlatiladi. Ustiga bitta bosganda ishlab ketadi. Bu mana. Demak, bu fixed. Ana endi shu bilan birga uchinchi fixeddan keyingi sticky position sticky degan narsa bor. Buning uchun hop sticky degan tek o'chirib ixtiyoriy tek o'chirib bo'ladi. Keling, sticky qilmang. Aynan sticky o'chish kerak ekanmi degan narsa qolib ketmasin. Header degan div ochib olaman. Divga stil beraman. Header with 100% height 50 piksel. 40 piksel. Background color red. Ko'ramiz. Mana. Ana endi bu asosan header saytlarning tepa qismi uchun ishlatiladi va tepaga ko'tarilganda bu qotib turadi va tagidan saytning qolgan qismi o'tib ketadi. Buning uchun headerga shunchaki bittagina tek yoziladi. Position sticky. Voy, xato bo'lib ketdi. Position sticky. Va ko'ramiz. O'tib ketyapti, lekin o'tib ketmasligi uchun biza aynan qaysi joyda to'xtashini aytishimiz kerak. Deylik, top 0. Demak, tepaga ko'tarilayotganda top 0 bo'lganda to'xtasin. Hopa, to'xtadi va tagidan o'tib ketaverdi. Yoki bu joyda o'lchamini bersa bo'ladi. Top 10 pikselda to'xtasin. Mana endi yurib ketaveradi va joyiga kelganda 10 pikselda to'xtaydi. Ko'rdik, demak, sticky. Bular position absolute, position fixed, position sticky verib contentni positionni o'zgartirdik. Lekin o'zi aslida default holatida har bitta contentning positioni statik holatda keladi. Position static bu uning default tug'ilgan holatdagi qiymati bo'ladi va uni biz o'zgartirib ishlatib ko'rdik. Demak, position sticky qilib qo'yganim bilan narsa o'zgarib ketib qoldi. Statik deganim bilan. Xo'p, darsimiz shu joyda tugatamiz. Mana buni ustiga chiqib qoldi. Mana buni tepaga chiqarib qo'ymoqchi bo'lsam, fixedga kelaman. Z index 2 qilib qo'ysam, mana endi uni ustiga chiqib qoldi. Tagidan o'tib ketayotgandi, ustidan o'tib ketadi. Hop, darsimiz shu joydan tugatamiz. Rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.